Kege elçilerini pangben bilen kütüp al. Keldik ya Nazik apa, keldik ya. Tayyorlik qilaylik chaqam bunga. Voy yamanmi jetdig'i, nima keldik ya? Pul kelamdik ya. Voy apa, siz o'ttasınız, qopsınız, pulni o'lchaysiz a? Keladdi shu. Oldi ketdim, qaytib ketgan elchilar keldik. Bu qalandalar yana kelamdik ya. Şunun qarganda disag'an seyliq ma'qulibdi-da ular. Anda dema, haqning beshi ishib kirib qolmaydi bu yerga. O'g'il bo'lsa qizingni yaxshi ko'rgachga, cho'nglar bo'lsa ota-onasi yaxshi haqqa deb kirdi. İş qilib karim yok. Kızımga toyliqni undan bermese, kızımni olman deb ham xayol qilmasin. Yo'q gapni qilishmay, mehmon keldi deydi, qo'p tayyorligimizni qilayli. Әмді апа, еліп бақырмақы дәлтіде көрінген біле. Түқ yüzü жылмаған, яқшы бала о. Tova deymen, bir etkençe etişini okumaysa, sağnımı elçe, sağnımı toy. Tayyorchib pishirishni bo'lsin bilaman go apa. O'shirib beksizgina sizmi? Voy qizim, polo ap desa qanchalik xemir yug'urman deb jursingiz. Kege elçilerini pangben bilen kütüp al. Toyun tazımdan buldu şu vaxtıda. Hamda men nazimatni tuzib bo'ldik, chiqib tomoq tayyorlik qilayli. Onda da ishqinla tamaq tayyorlik qilinglar. Men charchidim, kichikkinamni yetib olayman. Neymiş opamning ajoyib qiliqlari bor. O mehmon keldi desa yetib olib qolganini qarang. To'gining mazavla kari yo'q deb bolam. Yoshligim qaytgan bo'lsam boshqadan o'rnatdim jamo. Siz shu 2 metrroq 2 poch chiqqan og'inamning eshak qarolini berib akib olganlarim cho'taxi. Nima tikir qilaversa chashqandek odamni aramag'izmay. Voy yo'q. Seni nemegisi var ki deb so'rab baqayin degan to'q. O, kega o'xshaydi. Ishni birisi urvatdi. Ishni birisi urvatdi demsiz? Ishga o'chib emasmidi? İşime elip koygan, ulanı kırmızın deb. Sen qarang qiliqlarni. Chiqib ishni iching, qo'ncham. Qo'pa nozuk, mehmonlar kelibdi. 3-chi qitim kelishi odamni xijolat qilib men mo'kib olay. Voy munda qilsiz, ular sizni og'in kelmadi. Qamay. Elchilar kirganda beshingizni sangiltib o'tolmay, ishbalning dod so'g'ankin kat gap qilingchimi? Nim desa ha deb o'tolmay, bo'lsa yuqori qo'ying. Kanalinglar yaxshimi? Ha, qanday valla qizim yaxshimi? Yaxshimi. Mana buncha degan qizsizkansiz, nima degan nomusdan qizni bu bizga elchilar ishga chiqqani qaraganda. Popotangdek olma qizkana bu. Xush kelding Edipda. Yaxshimi o'g'inchi gidim. Biz yana keldik. Men sizlarni kamandiki debdim. Niyatingni yanmabsan deb texi. Muhabbetim cho'nqurdir. Buningdan men tanmayman. Sen o'g'inchini olmag'icha niyatimdan yanmayman. Barakallah. Qani ish chekkira. Aras, opang uyda yo'qdi o'g'incha. Opam bor uyda. Opang bo'lsa men qaytay. Voy ne qaytsa? Voy amma, o ayolning ismi Nozik bo'lgan bilan olvasidimi qo'qinishli ayol u. Hey, menga saplashtirma odamni. Qizim, qaysi uyga kiramiz? Yaxshimisiz? Yaxshi tudingizmi? Yaxshimday. Yaxshimi? Yaxshi. Qani, mehmonlar nazimatlardan ağaç o'tiranglar. Ha, yaxshimisizlar. Biz yana har biringlarning oldiga kelib qoldik. Kapsizlarni, men taksizlarni kemmamniki debdimi? Nozikada kemmaydigan ish yo'q. Asal vazgeçmaymiz biz. Ko'tkutlar men sizga gulsimidir degan men bo'laman. Anlaganmidingiz? Ha, men anlamabdimanki. Endi maqsadga kelaylik. So'rab 3-chi qitimliq kelishimiz bo'ldi. O to'yliq to'g'riliq bir paranglashvasak bo'ladi. Ha, 100 ming qo'yka. Nima 100 ming qo'yka u? Ma apsi yuqur baha qo'ydigan qo'y paqtim. Ham arang 100 mingga yaramdi. Qizlar degan har xildir. Yapli qichib ketdi. G'uncham degan yaxshi qiz 100 ming nimaga ketdi? Bunda qilganimmi? Ey, mustaqillikdan cho'fkan bizning muomalada kirmagan uyimiz qolmadi. Ha, o'tganda kelgandimi, yuqur baholarni qo'yib turib olgantinglar. Qizbal degan talaning adimi, hamma ishlarning o'z yo'lda bo'lgani yaxshi. Talaning adimi emas, o mening adimim. Qizimizni biz yemək yegizib, kiymək kegizib baqqan 100 ming so'mcha ozlik qiladi. Ha, sizlar qizinglar yemək yegizib, kiymək kegizib baqqanmidinglar? Bizma elib benchi axlatxondan tep qolgan. O dodam meni bir xil
kipek tigishib olgan deydi rostganda asli. Biz-ku o'g'limizni yigizmay, kiyimni kiygizmay cho'ng qilgan. Bugun kiyib kelgida kiyimi yo'q, qo'shnilarning kiyimlarini kiygizib ekeldi. Bo'ldi qilayli, endi gapning poshkalisiga kelayli. Biz bir ay poşka sağlık gelmedik, kız sorğul geldik. Dağlar zaten kaç puluk vermiştinler? 100 ming deb turibmi, jiqlanib ketadi. 99 ming 99 deyin. Bozor açılışında chiroyli qizlarni faoliyat qilib 30 mingdan beri vaqtda sizlarning qizinglar deb qimmat qo. Qimmat emas, ammo buncha uchun 200 mingni solashga roziman. Kim turasan? Ördep qapsiz, biz g'onchamni qozon beshiga yaqin tegizmay, qo'lni suv tiqizmay, hech ish qilmay o'rgatgan. Uyishlarni qig'iz boqmadim deydi. Shun qimmat o'xshaydi ammo. Uyning ishini qilmasa qimmat olamda. Chekdan ishib ketmasin, bu o'sma qiz o'tirib qoladi. Nola ishim yo'q. Qizimga kim pulni o'rversa, shuningga bermayman. Sizlar qizinglarning baxtini o'ylashmay, mol sotgandek sotadi ekansizlar-da unda olsa. Sizlar bundaq deb turasanglar, biz bozor orlab boqaylik. Bahası ərzən, mallar çıxıb qalsa, şunu alamiz. Benim qızımla bahası ərzən malı oxşatamızlar, çıxınlar bo'ldi uydan. Sizlar bundaq deb turasanglar, biz hərgizmi kelişəməydiğə oxşaymız. Butda biz asta qopaylik. Qopay balam. Baza aylanğını baramdıq. Mən tex mavi qo'roning saylarini, o'nchining lag'minni tetamizmiki deb akapti menga. Ketishdan ketishmamsan. Bo'ldi, haddingdan bak eshib ketdim. Mehmonlar kechiringlar, o'rtirib qolibsizlar, o'ltiringlar. Men bir ikki qiz gapimni qilib olgan bo'lsam. Da bo'pti, o'tirib gapini anglab boqaylik. Nozik, sen burun kunlaringni unutib qoldingmi? Ko'nlarda asli vaslingni unutma. Chiq cho'rig'ini qurtma degan bir gap bor. Madem nima deydigandi, maqol tamsillarni so'ragandek. Boshqalar bizning qizimizni so'rab kirdi, bizning yuzimizni qilgan gap. Biz oldi bilan qizimizning baxtini o'ylashimiz kerak. To'yog'imiz yaxshi bola bo'lsa, tirishchan, ishchan bo'lsa, qizimizga ko'yinsa, pul deganni asosda tepag'il bo'ladi-ku. Mal dunyoga bog'lagan to'yning oqibati yaxshi bo'lmaydi. Davra o'zgarsin, bizning an'anamiz o'zgarmasin. Shunga apsi, biz bolalarning baxtini tilaylik. Pulga kelsak, to'yni oddiy-soddiy o'tkazishga yasili bo'ldi-ku. Qo'shilamsan nozik bu gapimga. Men o'ylab baqsam, men ularning gapi to'g'ri ekan. Pulni bolalarning baxtidan ustin ko'ribdiman. Pulni deb 2 yoshning baxtiga o'tirib qo'ygan tasqabdiman. Ota-Allah bundan keyin diqqat qilsak bo'ldi ekan. Pulni deb 2 yoshning baxtiga o'tirib qo'ysak, qat'iy bo'lmaydi ekan. Ma gapingiz bo'ladi. Endi nozik odamga o'xshadingiz. Nozik odam sizga rahmat. Bundan bir kunni tanlab, bolalarning to'yishini bekitaylik. Rahmat. Sizlarning qo'shilganinglardan da xush bo'ldim. Hamma ota-onalar sizlarga o'xshash to'g'ri tushungan bo'lsa, qiz o'g'illarimiz baxtli bo'lib ketgan bo'lsa, bu bizning jamiyatga qo'shgan ozg'ina bir to'kpimiz bo'lib hisoblanadi. Anladingmi, Elipa balam? Endi qizni yaxshi qadrlab, yaxshi o'tinglar juma balam. Nima? Men anglamabdim. Sizlar angladinglarmi?